Assalamu alaykum, hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2023 yil 10 dekabr yakshanba sahar. Bugun men tuvandagi mazmunlarni diqqatingizga sunaman. O'tgan juma kuni Amerikaning Amgak ministrligi Amerikada bu yil noyabrda 199 ming kishining xizmat topganligini, ishsizlik nisbatining 3.7% ga tuvanlaganligini e'lon qildi. Shunday bo'lgan vaqtda ham yangidan Amerikaning milliy daromadining 3-fasldagi ahvolida yangilangan sonliq ma'lumot Amerikaning iqtisodining 3-faslda 5.12% oshganligini ko'rsatdi. Demak, bu 3 makrolıq ko'rsatkich, ya'ni pul paxallığı 3.12%, ishsizlik nisbati va 3.17%, ya'ni ishsizlik nisbati deganimizda bütün emgak kuchi bozoridagi ish qilaman degan odamlarning ichida xizmat izlayotgan ama xizmat topolmagan odamlar degan gap, ya'ni 100 odamning ichida 3.17 odam hisobda yoki bo'lmasa 1000 odamning ichida 37 odam xizmat topolmadi degan gap. Xizmat qilish iqtidoriga odamlarning ichida. Bu mu, ya'ni ishsizlik nisbatimi tuvan 3.17%, pul paxallığı tuvan, iqtisod eshyotidi. Bu 3 makrolıq ko'rsatkich yaxshi. Bu shundoq bo'lib kelganligi uchun mush yaqinqi bir necha haftadan bu yana Amerikaning pul muomala bozorida ahvolda alohida yaxshilanish bor. Shunga ba'zi qarindoshlar shundoq paychekka tuyuqsiz ko'tarilib qoldi, nima ish shundoq deb. Bu tuyuqsiz emas, uning aniq sababi bor. Ya'ni iqtisodiy ko'rsatkichlar yaxshi, ham shundoq bo'lganlikdan Amerikaning Markaziy bankasi, ya'ni pul o'simini o'tgan yilning 5-dan boshlab 2022 yili 3-oydan boshlab ta hozirga qadar 11 qatim o'stirib bo'ldi emasmi? Qisqa vaqtning ichida jiq o'stirdi. Ba'zilar Amerikaning iqtisodini, ya'ni bu yilning 5-da ba'zi iqtisodshunoslar mushunday o'stirib olsa, Amerikaning iqtisodi chekindi degan. Hozir chekinmoqda bu ish mangdi. Bu makrolıq ko'rsatkichlar yaxshi bo'ldi. Shunga Amerikaningki moliya ministri va boshqalar Amerikaning iqtisodi yumshoq qo'ngan holatni barliq keldi. Ya'ni o'sini o'stira olasizmi, iqtisod chekinmagan, ishsizlik ishib ketmagan bir ahvolni, yaxshi vaziyatni barliq keldi deb qaraydi. Demak, Markaziy bankining bu tadbirlari intayin unumli bo'ldi degan gap. Shunga mushu xil umidvorlik pul muomala bozoridagi ko'tarilishni barliq keltirdi. Ya'ni ishsizlik tuvallayotganligi, pul paxalligi tuvallayotganligi uchun endi o'sim o'stamaydi deydigan qarash var. Ya'ni kelar hafta 12-oyning 13-kuni, bir necha kundan keyin Amerikaning Markaziy bankasining o'sim haqida qaror chiqargan komiteti yig'in ochdi. Hozirgi qarash nima desa, endi o'simni o'stamaydi deydi. O'simni o'stamaydi degan gap odamlarningki, mablag' soqchilarningki ko'nglida bir xil aniq son bo'ladi degan gap. Ya'ni bozorda aniqlik hamon aniqsizlikdan yaxshi degan gap. Xuddi kishilararo munosabatda ochiq yo'riq bo'lgan sirliq yo'chon yoki beligar bo'lgandan yaxshi deganga o'xshash ish. Ya'ni bozor nisbatan kishilarning ko'nglida yaxshi mo'lchar bo'la oladi, mablag'chilikda yaxshi bo'ldi degan gap. Xo'sh, ahvol endi ashundoq. Ya'ni bütün sanoatlashgan davlatlarning ichida emas, bütün dunyodagi mamlakatlarning ichida Amerikaning iqtisodiy ahvol yaxshi. Bu yilning ichida Amerikada ko'chmalarning soni oshgan gap. Shundoq bo'lsa-mu, ya'ni shularning ba'zilariga ish tepilayotgan gap, ya'ni Amerikada ishsizlik ahvolininki tuvan bo'lishi Amerikaning iqtisodining haqiqatan Amerika iqtisodining haqiqatan kuchli ekanligini tushundirdi. Xo'sh. Endi ba'zi kishilar yana bu shipirliq pul bozoridagi ahvolda yaxshilanish bo'lib qoldi degan savolni so'raganlar bo'ldi. Shipirliq pul bozori shu o'tgan yili shipirliq pul bozorining qish mezgili desakmi bo'ladi. Ya'ni kishilarning xabarida bor, 2020-yilda vabo boshlangan dastlabki vaqtlarda Amerika va boshqa davlatlar fuqarolarga nurg'un pul taqatgan vaboninki ziyinni zarbisini tuvaltish uchun. Kishilarning qo'lida pul bo'lganligi uchun nurg'un odam o'quvchilardan tortib shipirliq pulga mablag' solgan, pul xarjlagan. Shu vaqtda shipirliq pulninki umumiy bozor qiymati, bu dunyoviy bozor 4 trillion dollarga yetganda, ya'ni bir Italiyaning milliy daromadi bir yillik. Lekin shipirliq pul bozorininki qish mezgili bo'lib qoldi, albatta. Oyatlikda 4 fasl bo'lgan o'xshash. Bu xil iqtisodiy faoliyatlarda ko'tarilish, tushish shundoq bir davriylik bo'ladi.
Bu şifrlik pul bozorida 75% pul uçup ketgan. Hozir mana bu yaqin qish kelibdan bu yan şifrlik pul bozoridan silingan mablag' asosan bir qatlanib qolibdi. Ya'ni chilakniki burun 25% qolgan bo'lsa, hozir 41% ga ko'tarilibdi degan gap. Buningdan sabab Bitcoin bütün 2009 yılı barlıq kelgan. Bu to'g'risida men kitobda yozdim. Bitcoinga nisbatan kishilarning aytib umidvorlik bilan qarayotdi. Gerçi Bitcoinning bahsi eng yuqori chiqqan vaqt 68 ming chiqqan deyman. Bu tushib ketib o'tgan yilda 17 ming uçup qolgan. Hozir mana 44 mingga yetdi, shu bir necha kun ichida. Bunda bo'lish sababi nima desa, nurg'un mablag'chilik shirkatlar Bitcoin qiziqyotdi. Ham ular shu Bitcoin asos qilgan bir xil fondni ta'sis qilib, buni Amerikaning pay cheki bozorida xuddi pay chekini elib sotganga o'xshash ilib setishga taraddud qilyotdi. Amerikaningki Securities Exchange Commission deb qo'ydi. Mulklarni, pul muomala mulklarini nazorat qilish komissiyasi bu xil ularning iltimosini tasdiqlash holatida turdi. Tasdiqlaydi degan qarash ustunlik turyapti. Agar navbatda tasdiqlamay qolib qolsa, desa bu yana tushib ketadi degan gap. Hozir tasdiqlaydi degan qarash bo'lyapti. Ya'ni Bitcoinning nimaligi, qanday paydo bo'lganligi to'g'risida men kitobimda yozdim. Andan keyin bu Qutatqi belik nimasiningki tarmog'idagi bilim kuch jurnalining 2-sonida vaqt bir maqola yozdim. Bu Bitcoinning nimaligi, qanday tarixiy sharoit paydo bo'lganligi deganga o'xshash. Bu garchi shu o'tgan yil 11-oyda FTX'ninki qurg'uvchisi Sam Bradmanni tutishdi, ko'pchilikning xabarida bor. Hamda hozir bu Binance'ninki CEO shirkat mudiriyat boshlig'i Zhao Changping bu to'g'risida so'zlagan kanalimda. Buni Amerika hukumati hozir cheklab qo'ydi. Amerikadan ayrilsang bo'lmaydi deb nurg'un necha milliard, 30 necha milliard dollarmi shunday buningga jarimani qo'ydi. Chunki bu Amerika cheklagan entity deb qo'yamiz, gavdalarninki Binance'da faoliyat olib berishiga, pul muomala faoliyatlarini olib berishiga yo'l qo'yganligi, ananki jinoyat tashkilotlari, jinoyat gumondorlariga muayyan sahna yaratib berganligi sababidan shunday ayblanib Amerikaning chegarasidan chiqsam bo'lmaydi deydi. Shunday bo'lishidan qat'iy nazar, hatto Qozog'iston hukumati 900 necha xil munbarni shu pulni shifrlik pulni cheklabdi. Buni ilib qilsang bo'lmaydi deb. Shundoq bir qaysi davlatlar shifrlik pulga nisbatan kontrolni kuchaytiramiz deyotgan sharoitda shifrlik pul bozorida shunday ko'tarilish bo'ladi. Albatta nurg'un narsalar bor. Men dedim buning ichida hammasi uzib chiqmaydi. Ba'zilari aldamchilik qildi. Masalan, OneCoin deganga o'xshash, yana boshqa coinlarga o'xshash. Alt kaptaning ichidamiz. Valloh chiqmagandek bir chiqib qoladi. Endi gap qaysi kaptaga qarashda. Ya'ni shifrlik pul bozorininki tavrinishchanligi, bahasning tavrinishchanligi, o'zgarishchanligi yuqori bo'lganligi uchun men azaldan deb bilyapman. $500 chiq mablag' sanmanglar deb. Ya'ni bu $500 nima qildi deyishinglar mumkin. $500 masalan Solana $10 chaqda 50 ga qo'ygan bo'lsangiz, hozirgi kunda mana bu 1 yil burungi ahvol, bu taxminan 1 yil burungi ahvol. $70 ga chiqqan vaqtda har biridan $60 paydagan bo'lgan bo'lsangiz, $3000 paydalatdingiz degan gap. Ya'ni $500 ile 3000 ko'p payda elish degan bir yilning ichida bu alayda gap degan gapda. Shunaqaqa aziysan ko'p yeysiz degan gap shu. Ammo ba'zilar ochko'zlik bilan jig'ilib olib, anadan keyin qo'y tug'sa o'zidan to'g'ri qilib ekanman deb, o'chki tug'sa boshqalardan ko'rib, Bitcoin nima, shitcoin degan nima deb qaqshab yurib, jusab yaxshi emas, psixik jihatdan o'ziga yaxshi emas. Shunga, yana shu gapimni deyman, bu bozorni ko'zdan qochirmaslik kerak, lekin bak shinib ketmaslik kerak, bak butun vujud bilan kirishib ketmaslik kerak. Azazdan payda ko'rsam, tama ko'luladi. Ya'ni shifrlik pul bozorida azroq paydagan vaqtda meningcha buni cho'qim shundaq FTI'larga yo'tkash kerak. Masalan, Vanguard'ninkini olib qo'yish kerak degan o'xshash.
Bu asasen yo'qolmaydi. Bu cho'ng şirketlarning paylarini tarkib topgan ko'rsatkich paylarini olib qo'yish kerak demoqchi. Shipirliq pulga bakchiq mablag' silib o'tishga bo'lmaydi, ammo ba'zilar yana tavakkulchilik qildi ekan, tavakkulchilik qilib ba'zi paydo olganda bak oladi ekan, ammo yo'qolgan vaqtda nima deymiz? Bir gaplarimiz bo'ladi. Dahmallik esimga kelmadi. Xo'sh, bu shipirliq pul bozorga ahvol. Anadan keyin yana bir mazmunlarni ko'pchilikka deb qo'ydiganim New York vaqt gazetida necha kundan burun bir xabar chiqdi. Amerikada 2015-yillari bir odam bir oyda o'tir hisob bilan 3 bilan 3 yoki 4 chek yozdi ekan ma'lum to'lamni bajarish uchun, suv pul to'lash uchun, tok pul to'lash uchun, masalan, uyninki ba'zilar mortgage to'laydi, ba'zilar uyning qarzini to'laydi demoqchi. Ba'zilar mulk bejini to'laydi deganga o'xshash. Ammo hozir hala 2015-yil shunday qilgan bo'lsa, hozir o'ttira hisob bilan 1 yoki 2 ni yozadi ekan, ya'ni chek yozib pul to'lash to'layapti. Ammo o'sha chek yozib to'lam to'lashninki ichida xatarli ahvollar yuz beryapti. Ya'ni nima desa, shu chekni men to'ladim deb xat sanduqingizga sap qo'ysangiz, siz ham ish qarab turmaysiz. Ma'lum odamni kelib xatingizni ilib, chekingizni o'g'irlab, ko'chirib, qarang'i bozorda sotadigan, chekingizni laylab, shu xil uchurlaringiz bilan o'z oldiga pul yezib olib, boshqalarning salohiyatidan foydalanib, shunday qo'yimchilik ahvollari ko'payib ketibdi. Biz shunday turlashgan, uchurlashgan davrda yashayapmiz. Har xil shakldagi aldamchilik paydo bo'layotdi. Telefon orqali aldaydigan, shunday chekingizni o'g'irlab aldaydigan deganga o'xshash. Shuna amal va ko'pchilik shu chek yozgan vaqtda o'zimiz opirib bersak, ammo xat sanduqlarimizga diqqat qilsak, haqlar foydalanib ketib qolmasin, aldab ketib qolmasin demoqchi. Uningda har yashangan mo'maylar, odamlar, yosh bolalar mushularninki shu xil cheklarning o'g'irlanib ketib, boshqalar tarafidan foydalanib ketib, uchirgan avorchiliklari taqilib ketgan hisobotlari, bosh og'riqi, shunday xapchiliklari yezilibdi. Buniga diqqat qilib qo'ysak. Xo'sh, endi bir masala uy mulk bozori to'g'risida ko'pchilik biroz so'raganlar. Amerikaning hozirgi ahvoli nima desa, o'sim nisbati mortgage yuqori. Mortgage yuqori bo'lganligi uchun emas, yana biri Amerikaning uy bozorida sotimiz deb bozorga chiqarib qo'ygan uylarning soni oz. Shu bu uylarning soni oz bo'lganlikdan baho tushmayotdi. Shunga lekin endi bu uy mulk bozori doim o'zgarib turadi. Amerikaning uy mulk bozori Amerikaning milliy daromadiga qo'shilgan to'pisi odatda 20% dan to'varak, 15% bilan 18%. Yana har bir qitim uy solamiz degan vaqtda uy mulk savdogarlari ma'lum yerlarni sotib oladi. Satgan yerlik hukumatga baj kirdi shunami. Andan keyin odam ishlatadi, uy ishlash uchun material ketadi. Masalan, sementdan tortib yog'och, maqcha deganga o'xshash. Bu pul xarjlaydigan gap, odam ishlatadi degan gap. Bu Amerikaningki iqtisodida bu uy mulk bozori nihoyatda muhim. Uning ustiga uy sotilgan vaqtda yana bir setish beji bo'ladi deganga o'xshash. Andan keyin uy setib olgan odamlarning oldigan ish haq bo'ldi. Shunday qilib bu Amerikaning milliy daromadiga qo'shilgan to'pisi odatda 15% bilan 18% atrofida Amerikaning iqtisodiga qo'shilgan to'pisi. Buningga ta'sir ko'rsatgan omillar shu o'sim nisbati, andan keyin haliqi shaharlarning har qaysi joylarningki uy mulk savdogarlariga beradigan ba'zi bir xil siyosatlari deganga o'xshash. Shunday ishlar. Masalan, ma'lum bir ya'ni toza tashlanib qolgan, taraqqiy qilmagan, namratroq yerni taraqqiy qildirman desa, uy mulk savdogarlarga shu shaharlik hukumat qo'pab, mayaga uysiz bino salsanlar, savdo saroy salsanlar, biz sizlarga o'simsiz qarz beramiz yoki manchilik o'simni manchilik tuvalatimiz, bajni manchilik tuvalatimiz desa, bir qism odamlar o'shaga bordi. Ya'ni kapitalist degan, savdogar degan fursat izlaydi emasmi? Xo'sh, hozir Amerikaning uy mulk bozoridagi ahvol shu. Ya'ni setildigan uylar oz. O'sim o'sib ketgan vaqtda uy mulk savdogarlari aldirab qarz olib uy solmaydi. Odatda ma'lum narsaning bahosi o'sgan vaqtda
shu narsa bilan ta'minlaydigan savdogarlar, ta'minlovchilar qanchalik foydaliman deganni o'ylashidichu. Bular uyning bahasi yuqoriroq bo'lsin, yuqoriroq sotamiz deb o'ylasimi, ammo bankaga bularning hammasi pul naqlamaydan chiqmamoq uchun bankadan qazildi emasmi? Bankadan qazagan vaqtda bankaga o'sim to'laydigan gap. Shunga men bankaga manchilik nisbatda o'sim qazasam, manchilik nisbatda anadaki sağan öyni sağsam manchilik sassam deb hisobotni qilib aldığan paydası ma'lum sanğa, yani onun ko'nglingdagi bo'lgan vaqtda shu ishni qildi, bo'lmasa qilmay degan gap. Shunga o'sim ochgan vaqtda yangi uylarning selinishi biroz ost bo'ladi degan gap. Endi hozirgi qarashdan qaragan vaqtda banka, Markaziy bank 12-oyning 13-kuni agar o'simni o'stamasa, turaqliroq tutsa, hozir bayram mezgili, anandan kelar yilning boshlarida yana qandaq tabiiy ishlar, tabiiy hodisalar yuz berib biz uqmaymiz. Masalan, bak sovuq bo'lib ketamdi, bak qor bo'ron bo'lib ketamdi, uni uqmaymiz. U nurg'un narsalarga ta'sir ko'rsatadi. Yani dunyoning vaziyati qanday ish bo'ladi, geopolitical deymiz. Bu ishlarni iqtisodga ta'sir ko'rsatadi. Agar yilning boshlarida yangi sonliq ma'lumotlar chiqib, ishsizlik nisbati nima deymiz? Ish qarab yuzlansa, ishsizlik nisbati u chaqda o'simni kesadigan ish chiqadi. Shunama u chaqda o'simni kesadigan ish chiqadi. Xo'sh. O'simni kesgandan keyin uyalmiz deydigan odamlar chiqadi u chaqda, chunki bankadan qarzlaydi. Bir, ikkinchisi uy soldigan, uy solamiz degan odamlar bularmi nimaga qiziqadi? Yangi uy solishga qiziqadi degan gap. U chaqda yana ta'minlash, baho degan narsalarda o'zgarish bo'ladi. Men qarindoshlarimizdan ba'zilari uy-mulk to'g'risida so'zlab bersangiz debdi ekan. Men kitobimning 20-betida shu uy-mulk to'g'risida so'zlab ekanman. Shu qarindoshimiz xat yozsanglar, Amerikada olsanglar kitobni avatib bersam bo'ladi sizlarga. Shu uy-mulk to'g'risida bir maqola yozgan men 8-10 yilning oldida, lekin onu topamadim. Chunki shu vaqtda shu Chicagoda 1 milyon dollarlik uyni $1 setib etibdi, biz uchun olib qo'yamiz deb ham yerim chaqchaq, yerim rasoldi deganlar bo'lgan, telefon qilib 2011-2012-yillar. Shu chaqda men bir maqola yozgandim. Ya'ni bir balasi bo'lmasa, quyruq yatamda tashda deb. Chunki Detroit atrofida ayni vaqtda 50-yillarda Amerikaning avtomobil sanoatini aytib taraqqiy qilgan, keyin 80-yillarda Yaponning avtomobillari azon sifatli avtomobillari Amerikaning avtomobil bozorini egallab olgandan keyin bular cho'kishga boshlagan. Mashina sanoati cho'kishib, nurg'un odamlar ishsiz qolgan. Shu vaqtda yaponliklarga qarshi bir xil 3 millik avtomobil ishchilarining orasida ko'tarilgan. Ashuna ko'tarilib ekan shu vaqtning o'zi. Endi 2007-2008 yil yuz bergan pulmonni kirish jarayonida shu nurg'un cho'ng uylarni ilib olgan odamlar xizmatsiz qolgandan keyin uyni tashlab ketishga majbur bo'lgan. Chunki uyda turaverman desa, uning atrofida shunday bir xil jamiyatdagi ishsiz, chekadigan, jidalxo odamlar shu uylarning atrofida turilib, bir oromlik bermagandan keyin uni sotaydi oldigan odam bo'lmagandan keyin tashlab ketgan gap. Shu uyni azon $1 setib olib, bir uyni yasitib, hamda masalan bir hikoyada aytilishicha, uyda uxlaymi deb qilgan vaqtda uning uyiga yerim kechida 3-4 besib kirib, nimalarni, darizlarni chiqib, uy jihozlarini chiqib, ashuna qilayotgan. Unda bo'lgan vaqtda xotirjamlik bo'lmagan vaqtda kim turdi u uyda? Shu bir balasi bo'lmasa, quyruq yatamda tashda degan shu nimalarni ishlatib, mana inchalik shu maqolani yozgan. Demak, Amerikada qanday uy setib olamiz degan masalani shu kitobimda men bayon qilib ekanman. Shu ma kanalda uni ortiq deb jumay. Xo'sh. Andan keyin men Eric Rice'ninki Lean Startup degan kitobi to'g'risida so'zlab berman degan gapdim. Ya'ni apchilgina eklik tiklash, apchilgina boshlang'ich deb. Eric Rice'ninki ma kitobi. The Lean Startup. Eglik tiklayman deydigan har qanday odam
MBA, ya'ni ig'lik boshqarish kasb bo'yicha magistrlikni olaman deydigan har qanday odam buni bir o'qib ko'rish kerak mana kitobni. Eric Rice o'zi 1978 yil tug'ilgan, Yale universitetida o'qigan, universitetda o'qish jarayonida ya'ni kompyuter injenerlikni o'qib ketgan bu odam programma tuzadigan. O'qish jarayonida oliy maktab o'quvchilarininki iqtidori bilan xizmatga olgan shirkatlarning o'ttirisida bir xil bog'liqchilik ko'rib rol o'ynaydigan bir shirkatning Catalyst Recruit deganini qurib ekan bu odam. Keyin zo'r ishonchi bilan nimaga berib ekan? Mana Kaliforniya tarafga berib ekan. U yerga berib ishlari birinchi qatimliq ig'lik tiklash urinishi mag'lub bo'lgan ekan. Ya'ni savdo hamkori ig'lik tiklash hamkori bilan yomonlashib, yalangtosh bo'lib qolgan bir xil ahvolga duch kelib ketganda o'zicha mag'lub bo'lgandek his qilib ekan bu odam. Shuning bilan 2004-yili bu odam IMVU degan bir shirkatni boshqa birisi bilan birlashib qurib, nimaga ko'chgandan keyin Silicon Valley Crimson Jillga ko'chgandan keyin. Ondan shu yerda o'zining ideyalarini shunday o'tirib qo'yib, shu shirkatningki o'zi birlikda qurgan shirkatning Chief Technology Officer bo'lib ketgan, texnik mas'ul bosh amaldori bo'lib ketgan. Shu chaqda Steven Blank deydigan bir venture capitalist, ya'ni tavakkulchi kapitalist bu odamga maslahat bergan. Sen avval bozorni o'ylash, xaridorlarni o'ylash deydigan gaplarni debgan. Anglamoqqa bu gaplarni ayda oddiy, tushunami? Ammo bu odam masalan Amerikaning emas, dunyoning hamma yeridagi MBA programmalari, ya'ni ig'lik boshqarish kasblarningki magistrligi programmalarningki korxonchilik sohasida ular doim deydigan ig'lik tiklashda deydigan har xil usullarni o'rgatadi. Ya'ni tijorat modeli. Ya'ni ig'lik tiklayman desang, bir yaxshi ideyang bo'lishi kerak. Anandan keyin bu ideyangga tushliq o'sha har xil ideyangni amalga oshiradigan harakat plani bo'lishi kerak. Tashkillanishing kerak. Anandan keyin bu nima sotsa, bozor tekshirishing kerak. Anandan keyin mablag' yig'ishing kerak. Shu qoyil qilib tavakkulchi kapitalist yoki farishta kapitalistlarni opirib, anandan keyin ishni boshlab, mahsulotlarni bozorga selishing kerak deydigan. Ammo Eric Rice 2000-yilning 5-ida Kaliforniyaga berib, bu shirkatni vayron bo'lgandan keyin anadan boshqa o'tganda men so'zlab berdim. Webpan va pets.com deydigan shunday internet shirkatlari ko'p bo'lib ketgan vaqtda vayron bo'lib ketgan shirkatlar. Ya'ni ishni guldirib, yomg'ir yo'q bo'lib qolgan. Ya'ni cho'ng qilamiz deb cho'ng yalarni gullab iddisi harakatidan bak ishti bo'lib ketgan. Shundaq bir vayron bo'lgan shirkatlarningki ahvolini ko'z tutib bu odam o'ylangan gap, biz qanday qilsak bo'ladi deb. Shuning bilan oxiri bu odam eng avval jamiyatga biz oddiy bo'lgan kichik mahsulotni bozorga solmay kichik mahsulotni biz ijod qilib, andan keyin bu xil mahsulotga nisbatan iste'molchilarning yoki potensial iste'molchilarning fikrini olib, shularning fikri asosida o'zgarsak bo'ldi ekan deb. Bu ideyani Lean Startup degan ideyani, ya'ni apchiligini boshlash degan bu ideyasini Yaponiyaning Toyota, ya'ni hamma sohani kuzatgan bu odam. Yasash sanoatini kuzatgan Toyota ishlab chiqaradigan shu shirkatning usulini, ya'ni ishlab chiqarishda qo'llangan shu metodini tor dunyosida qo'llangan gapgan bu odam. Ya'ni IMVU degan bu shirkati nima ish qildi ekan desa, har xil obrazlarni yasaydigan mavhum bir dunyodagi har xil artistlarni, ashularni mavhum dunyo, torda mavhum dunyo paydo qilgan o'yinchiq ekanda, o'yinchiq. Shunga buni qilgan vaqtda bu odam deydi ekanki, nurg'un shirkatlar vayron bo'lib ketish sabab nima desa, xaridorlar xohlamaydigan mahsulotlarni tayyor qilib bozorga soladi deydi. Uni haqli olmaydi. Olmagandan keyin, pulga aylanmagandan keyin mahsulot vayron bo'lmay nim bo'ldi deydi. Shuni qanday qildi desa, dastlabda mahsulotni kichik boshlab, ma'lum ashuna qiziqadigan odamlarga avatib, anandan keyin u odamlarningki inkosni qabul qilib, ularning ichida yana banda bir gap bor.
o'g'ri jinoyatchining texnikasi hamon saqchidan bir qadam ustun, bir daraja ustun deb. O mahsulotni ishlatgan odam uqidi, ya'ni o'ziga kelgan narsaningki yaxshi emasligini. Uningdan kelgan feedback, uningdan kelgan inkos qarab turib, biz shuningki ko'ngilga yarag'dak mahsulotni o'zgartib, uning mahsulotning sifatini yaxshilab maqsaq yaxshi bo'ldi ekan deb, oxirida muvaffaqiyat qozonib, 4 yilning ichida muvaffaqiyat qozonib, 2008-yilga kelgan vaqtda bu odam millionerga aylanib bo'ldi degan gap. Shu vaqtlar bir cho'ng tavakkülchi kapital şirketiga qatnashgan gap. Andan keyin Harvardda savdo maktabiga kelib, aşağıda karxonchi bo'laman degan odamlarga ancha-muncha dars o'tgan gap. Buning mana Lean Startup degan maktabi, mana maktabi 2011-yilda yozilgan-ku deyman. Men buni o'tgan yil olgandim. 2011-yilda yozilgan. Bu ideyalarninki maydon kelgani 10 yil bo'ldi, ammo hozir nurg'un qit'adagi, necha qit'adagi 100 dan ortiq shaharda shu ig'lik tiklash ideyasiga odamlar maxsus shu metodologiyasini, metodini qo'llandi degan gap. Har qaysi sohalarga oliy maktablarning MBA programmalari shu ideyasini o'rganadi degan gap. Undan bu ideyaning asosli mazmuni nima desa, bu odam deydiki, Karxanchilarga hamma yerda sen karxona ig'lik tiklayman deb Steve Jobsga o'xshash mashina saqlaydigan garajdami ishni boshlab ketsan deydi. Balkim sen amaldor bo'lishing mumkin deydi, ma'muriy xodim bo'lishing mumkin deydi, o'qituvchi bo'lishing mumkin deydi. Ammo shu bir ishni qilishni bilsang bo'ladi deydi. Ikkinchisi bu ig'lik tiklayman deganlar odamlar bular bir xil boshqaruvchi deydi. Nimani boshqaradi degan vaqtda shu xaridorlar bilan bo'lgan munosabatda shu yangi mahsulot, yangi mulozimat barliq keltirgan, yangi mulozimat, yangi mahsulotni barliq keltirish jarayonida xaridorlarga munosabatni shunday bir boshqaruvchi bo'ladi deydi. Balkim bu nuqtani toza g'uvaraq tushuntirib qo'ygan bo'lishi mumkin, ammo buningki asosliq shu apchil boshlash metodologiyasi bundaq 3 nuqtaga markazlashadi. Birinchisi nima degan vaqtda, birinchisi sen uzunga so'ziladigan tijorat, sijil bo'lgan tijorat modelini barpo qilishing kerak deydi. Tijorat modelini barpo qilishing kerak deydi. Ya'ni to'xtamay sinoqni o'tkazishing kerak deydi. Bu validated learning demakchi. Ya'ni sen tijorat uzun so'zilgan tijoratni barliq keltiraman desang, to'xtamay o'rganishing, to'xtamay tajribani o'tkazishing kerak deydi. Ya'ni xuddi o'zi tunji qitim kichik bir mahsulotni yaratib, nihoyatda oddiy bo'lgan mahsulotni yaratib, uni iste'molchilarga avatib, undan ular sen yaxshi ko'rdingmi? Nimishqi saq bo'ldi deb. Ular deb bergan, iste'molchilar deb bergan, mayir bo'libdi. Mayirni yaxshi ko'rdim deb. Shuningga qarab turib, yana uningki yana yuqoroq nusxasini, yaxshiroq nusxasini yaratdi ekan. Anandan keyin uni yana avatib, yana fikrini oldi ekan. Anda ular deydi ekan, mayirni yaxshi ko'rdim, yana mandaq qilsang texim yaxshi bo'ldi deydi ekan. Shuning bilan barbara mahsulotni puxta qilib, rasmiy mahsulotni bozorga sildi ekanda. Ya'ni ishni kichikdan boshlab. Shunga bu birinchi usuli validated learning. Ya'ni isbotlangan, tajribadan o'tkazilgan o'rganish jarayoni deydi. Ya'ni karxonchilik degan bir o'rganish jarayoni demakchi. Ondan ikkinchi nuqta bu usulning build, measure, learn deydi. Build degani ideyalaringni mahsulotga aylantir deydi. Measure degani xaridorlarning inkosini o'lcha deydi. Xaridorlarning inkosiga diqqat ber deydi. Uchinchisi learn degani, o'rgan degani, ya'ni o'rgan degani xaridorlarningki inkosiga asosan mengayotgan yo'lingda mengaverishing kerakmi, shu ishni qilaverishing kerakmi, yoki buni o'zgartirishga sen majburmi degan gap. Anan keyin uchinchisi innovation accounting degan gap. Innovation accounting degan gap ijodkorlarni ya ijodiy savod
mas'uliyat degan gap bu. Ya'ni mushu iddialarni o'ttirib qo'ygan odamlar "Ma ishni mandaqlayli, ma maslahatni mandaqlayli" degan odamlarni ularga nisbatan qattiqroq tutish kerak demakchi. Ya'ni, xo'sh, sen bu iddiani o'ttirib qo'yding. Endi bu iddiyaning hozirgacha manda bo'layotdi. Qachon bir abidiylikdek bir narsalarni barliq keltira olaysan deb shu ijodiy fikrini o'ttirib qo'ygan odamlarning mas'uliyatini surishti qilish kerak. Ularga ham rag'bat berish kerak, ham ularni o'zining qilayotgan ishiga mas'ul tutish kerak degan mushunaqa idea. Bu ideyasini shu yuznachi shahardagi qarag'anchilar o'rganadigan, o'zining ishiga tatbiqlaydigan. Xo'sh, unda qilsa bizning Uyg'urlarning ichidagi eglik tikliguvchilarning ichida bu idea haqida tunishib olganlar cho'qim bor. Chunki hozirgi yoshlarimizning ichida ilg'or fikrlik, bilimni so'ydigan, Allohga intiladigan tirichan yoshlarimiz bor. Men bir nechani taniyman. Balkim shular o'qidi, balkim shular buni qo'llanish mumkin deb o'ylayman. Ammo bu kanalni anglaydiganlar dunyoning hamma yeriga qarsam, O'rta Osiyodami ko'radiganlar bor ekan, Yevropadami ko'radiganlar bor ekan. Har xil ma'rif saviyasidagi odamlar. Shunga men buni bir xil ommabop, ya'ni ta'kidlaydiganim, men bu kanalda kasbiy saviyadagi yuqori texniklik iboralarni ishlatib so'zlamayman. Bu undaq bo'lish sababi nima desa, men umumiy ko'pchilikning saviyasini nazarda tutib so'zlayman. Hatto mush so'zlasammi ba'zi texniklik gaplarni ishlatib solsam, shuningga ma gapni tushunmadim, qandaq gap deb xat keladi-ku ko'pchilik. Texniklik so'zlarni, ajoyib qarab so'zlarni ishlatish saviyadan derak bermaydi. Meningcha bo'lsa, ommabop til bilan o'zimizning tilida hukmlarni, nazariyalarni yoki faktni meningcha anglag'uchilarga yetkazish bu bir yaxshi ish deb qaraganligim uchun mushu xil so'zlar bilan leksiyaninki mazmunini yetkazdim deb o'ylayman. Hammanglarga yaxshi yakshanba bo'lsin. Rahmat.